Bilaman, sizlar uchun bunaqa videolar zerikarli bo'ladi. Lekin va'da berilgan va sizlarni yordamingiz bilan birga Aka. Assalomu alaykum. Ketdimi? mana bozorga keldi. Hozir bozorchilar ham ehson dedik. Ehsonga ham kelishtirib, chotki narxi berishyapti. Bu yoqdan boshlab, tak, u yoqda bozorda olganini olib oldi. Endi bozorda yo'q narsa bu yoqda hozir olamiz, Xudo rozi bo'lsin. Tak, farsh taxmini 1 kilodan olganman. 1 kilodan vidro ham 1-1,5 dan bo'lsa kerak. Общий 12 oilasiga qilamiz, 12 ta oilasiga. Nega charchab qolmadingizmi aka? Yo'q. Xo'p, nechta olamiz bundan? 12 ta. Endi navbat tomatli pastaga. Hop. Mana mashalloh bolalar. Nasib qilsin hammamiz bunaqa har doim qilaylik ehson. Muhtoj odamni topib bunaqa yordam beraylik. 12 ta oilani xursand qilmoqchimiz. Inshaalloh mana shuncha odam jamiljan, hokim yordamchisi, dash uchastkoviy yordamchilari hammaligi shu yerda, o'zimizning xodimlar shu yerda. Xudo xolisa sizlar bilan hali mashg'ulotlarni ko'paytirib, bir 1000 ta odamlarni xudo xolisa ehson qiladigan darajaga bo'lamiz. Bilaman, sizlar uchun bunaqa videolar zerikarli bo'ladi. Lekin va'da berilgan va sizlarni yordamingiz bilan birga biz mana bu narsani qilamiz. Hozir 12 ta oila uchun полный так положено rozg'or qilib, hayit bayramiga xudo xolisa bugun tarqatamiz. Bugun bizga yordam beradigan yana qo'shimcha kelyapti aka. Hokimning yordamchisi Otabek va ikkita kelinglar. Ikkita uchastkovoyni yordamchisi, mana shu ikkita bola, bularga ham katta rahmat. Hozir birgalashib tarqatamiz. Shogirdlarim bilan birga o'zingni ham ko'rsat. Video ortidagi odam. Bismillah. Bu yerda 16 yosh birinchi guruh nogiron bor. Mana mana shu. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shokoladli yeyish mumkinmi? Ha, shirinlik. Shirinlik ham oldi, hamma narsa oldi. Bu narsaga